Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Hamidjon Hamidiyning Daholar davrasi nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Buyuk allomalar, daholar va olimlar ijodi va faoliyati haqida hikoya qiluvchi ushbu to'plam nafaqat kitob javoningizni, balki qalb javoningizni ham bezashiga shubha yo'q. To'plam keng o'quvchilar ommasiga donishmand bobolarimiz haqida dastlabki ma'lumot berishga mo'ljallanganligiga qaramay, Zardusht Hayatiy, Ubaydiy, Sharofiddin Raqimiy, Muhammad Murod Samarqandiy, Muhammad Sidiq Rushdiy singari siymolar to'g'risidagi ilk ma'lumotlarning berilishi bilan ham ahamiyatlidir. Aziz kitobxonlar, Daholar davrasi nomli kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.